Sayyoradagi eng katta streamerlardan biri bir necha million dollarlik butun bir videoni qanday qilib barbod qilishi mumkin? Uni kanalimga joylang. Voy xudo, bu mening videom. Endi bu keyingi qismga juda yaxshi kirish bo'ladi. Hozir bilib olasiz, do'stingizga studiyangizni ochish sizga qanchalik qimmatga tushishi mumkin. Nima uchun biz bu haqda aniqroq bo'lishimiz kerak? O'sha birgina xato butun bir suratga olish jarayonida tartibsizliklar zanjirini keltirib chiqarishi mumkin. U shunchaki menga kuchini ko'rsatyapti. Bu video deyarli YouTube'ga chiqmadi, lekin mana biz buni qanday uddaladik? Ko'zingizdagi bog'ichlarni yeching. Men mana bu 100 nafar ishtirokchini tuzoqqa tushirdim va sizlarda o'sha shift ezib tushguncha qochish uchun vaqt bor. Imkoniyatlarimiz cheklangan. Omad tilayman. O'yin boshlandi. Ehtiyotkorlik bilan qadam tashlang. Xo'p, kichkina konveyer. Biz aytmagunimizcha ko'zingizdagi bog'ichlarni yechmang. Bu videolarning har biriga qancha aqliy mehnat sarflanishini tasvirlash qiyin. Aql bovar qilmas narsani ko'rishni xohlaysizmi? Cheklangan. Hammaga salom. Yaxshi, sizlar juda mehribonsiz. Uzr, kishamband qilishimiz uchun. Buning ma'nosi yo'q. Biz sinov uchun kirish qismini qilamizmi? Shunchalik katta videodagi bitta xato butun suratga olish jarayoniga ta'sir qiluvchi oqibatlarga olib kelishi mumkin. Afsuski, suratga olishdan bir necha kun oldin do'stim Speedga studiyani ko'rsatayotganimda kichik xato qildim. Bular yaqinlashib kelayotgan videolar uchun dekoratsiyalar. Rostini aytsam, menimcha bular prototiplar, yakuniy variantlar emas. Men buni Speedning jonli efirida tasodifan ko'rsatib yubordim. Buni ko'rsatmasligim kerakligini bilmasdim. O'sha paytda ko'proq o'ylashim kerak edi. Siz shift tushayotgan paytda jumboqni yechishingiz kerak. Ajoyib emasmi? Agar ishtirokchilarimizdan birontasi bu tuzoqni uning jonli efirida ko'rgan bo'lsa, demak barcha ishtirokchilar ham ko'rishga teng imkoniyatga ega bo'lishlari kerak edi. Ko'zingizdagi bog'ichlarni yeching. Shuning uchun biz repetitsiya o'tkazdik va musobaqa boshlanishidan oldin ishtirokchilarga tuzoq va jumboqni to'liq ko'rishga ruxsat berdik. Lekin haliyam bitta muammo bor edi. U yerda 45 soniya bor. Agar 30-35 soniya ichida tushirsangiz, bu birinchi tuzoq ishtirokchilarimizning taxminan 3 dan 2 qismini yo'q qilish uchun mo'ljallangan edi. Ideal holda 45 soniya ichida taxminan 66 o'yinchi 34 o'yinchiga keyingi bosqichga o'tish imkonini berish. Bu o'yinni keyingi 45 soniya g'alaba qozona olmaydi. Biz bu maqsadlarga erishish uchun xodimlarimizni tom ma'noda sinovdan o'tkazamiz. Ammo endi hamma oldindan bir ko'rib chiqqani uchun o'sha sinovlarning barchasi ma'nosiz edi. Shuning uchun 45 soniya o'rniga shiftni 35 soniya ichida tushirishga qaror qildik. Keling qilamiz. Buzilgan ishni qilamiz va eng yaxshisiga umid qilamiz. Yaxshi bolalar, ko'zingizdagi bog'ichlarni yeching. Men bu 100 kishini dunyodagi eng xavfli xonaga qamadim. Shiftni tushiring. Ko'raylikchi, ular yo'q qilinishdan oldin kim chiqib keta oladi? Shift asta-sekin yaqinlashmoqda. Birinchi tuzoq bilan bog'liq katta muammoni hal qilgan bo'lsak-da, Ser, u yerda nima bilan mashg'ulsiz? Speed bilan bo'lgan xato keyingi musobaqaga ham ba'zi oqibatlarni keltirib chiqardi va bu musobaqani qanday qilib o'z yo'lida ushlab qolganimizni hozir bilib olasiz. Uning boshining orqa qismiga urildi. Iltimos, bu tomonga qayting. Va biz dunyodagi eng ajoyib musobaqalarni qanday tashkil etishimizni tushunasiz. Bo'yoq otishni qachon qilamiz deb o'ylaysiz? Voy, qancha odam chiqdi. Chiqish joyida Slackbot bizning loyihamiz uchun juda muhim. U hamma narsani bitta joyda saqlaydi. Shuning uchun biz hamkorlik qilishimiz va osongina bog'lanishimiz mumkin. Bu shubhasiz men qilgan eng katta loyiha. Lekin siz bilasiz, men bu kabi narsalarni yaxshi ko'raman. Uning yoshi 27, deyarli 30. Xo'p, 3-tuzoqqa xush kelibsiz. Qanday qilib bu joyga tushib qoldingiz? Men doim o'zimni hakamlik qilishim kerakligini bilaman. Bizda bu yerda bo'shliq bor. Shuning uchun montajda bo'shliq bo'ladi. Lekin sahna arkada ko'rib turganingizdek, u taxminan 1 metr. Bu safar faqat ozgina aqlli yaratish kerak bo'ldi. Bo'shliqlarni qo'shish biz uchun yangilik emas. O'tgan musobaqalarda bizda son sanoqsiz tubsiz chuqurlar bo'lgan va bularning barchasi bizning haqiqiy hayotdagi Squid Games videomizda boshlangan. O'shanda biz boshqa YouTuberlardan yordam olishimiz kerak edi. Lekin endi bizda maxsus vizual effektlar
jamoasi bor va ular bizning ishtirokchilarimizning xavfsizligini xavf ostiga qo'ymasdan musobaqalarimizni yuqori darajaga olib chiqadiganlardir. Va shunchalik katta videoning post-produksiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu aqldan ozish. Shuning uchun kirib kelinglar. Bu bizning montaj xonamiz. Ba'zilar mening ovozimni yozyapti, boshqalari esa mana buni montaj qilyapti. Men va barcha montajchilarim qanday qilib bir xil fikrda qolishimizni ko'rsatmoqchiman. U uchuvchilar samolyotni tortayotganga o'xshaydi. Juda ko'p narsa bo'lyapti. Bu yerda Slackbot yordamga keladi. Savol berishim mumkin. Masalan, tuzoqlar videosi qachon yuklanadi va u menga barcha uchrashuvlar, turli jamoalar, ish oqimlari, hujjatlar va kanallardan ma'lumotlarni tortib javob beradi. Bu esa hammamizga bir-birimiz bilan sinxron qolishimizga yordam beradi. Aytgancha, menga hozirgina Slack xabari keldi. Ko'rinishidan videoni ko'rib chiqishim kerak. Men suratga olish paytida videoni ko'rib chiqish uchun chaqirilganimda, biz muloqot qilish uchun Slackdan foydalanamiz. Hatto muhim uchrashuvlarda bo'lsangiz ham eslatma yozishga hojat yo'q. Chunki Slack suhbatlarni umumlashtiradi va eslatmalar oladi. Hatto keyingi qadamlarni ham taklif qiladi. Masalan, agar kimnidir yonayotgan uyga qo'ygan videomizda qilingan barcha xavfsizlik choralarini bilmoqchi bo'lsam, men shunchaki ishlab chiqarish kanalini skanerlashim va bu standda qilingan barcha xavfsizlik choralarini aytishini so'rashim kerak. Va mana, minglab xabarlarni aylantirishim shart emas. U shunchaki uni men uchun umumlashtiradi. Biz ulkan videolarimizni hayotga keltirish uchun Slackdan qanday foydalanishimiz haqida ko'proq bilish uchun shunchaki bu QR kodni skanerlang yoki tavsifdagi havolani bosing va buni qilgan odamlarga biz berayotgan $100,000 ulushingizni ham yutib olishingiz mumkin. QR kodni skanerlang, tavsifdagi havolani bosing. Shunday qilib biz 3-tuzoqni tugatdik. Bu aqldan ozish edi. Yashil jamoaning barchasi o'tdi, chunki ular haqiqatdan ham strategiyadan foydalanishdi. To'q sariq ranglilardan esa hech kim o'tmadi. Qiziq, bu o'yinlarda siz har doim ham bilmasangiz ham haqiqiy qatlam va chuqurlik va strategiya bor, lekin bu chuqurlik darajasi o'z muammolarini ham keltirib chiqarishi mumkin va keyingi tuzoqqa men umuman tayyor emas edim. Shuning uchun biz qoidalarni yanada aniqroq qilishimiz kerak. Menimcha biz uni qayta qilishimiz kerak. Demak, bu biz birinchi marta bu yerda ko'z bag'ishlarsiz turibmiz. Bu juda ajoyib. Asosiy kanal videosida ko'rganingizdek, men qoidalarni tushuntirish o'rniga yigitlarga ko'rsatdim. Voy xudo. Lekin orqaga nazar tashlasam, bu aslida dahshatli g'oya edi. Men afsuslanadigan g'oya. Bu deyarli hamma narsani barbod qildi. Garchi tuzoqlarimiz qattiq sinovlardan o'tkazilsa ham, ko'plab variantlar orqali rivojlansa ham, agar siz ishtirokchilarga o'yin qanday ishlashini aytmasangiz, xato bo'lishi muqarrar. Endi asosiy kanal videosini ko'rganingizdek, sen g'olibsan. To'r bu tuzoqdan so'nggi to'rtlikka o'tdi, chunki bu safar biz xato qildik. Kutib turing, nima uchun qo'lni to'xtatdik? U o'tirgani uchunmi? Bu katta muammo edi. Tezda bu yerga o'tay. Biz qayta ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz qoidalarni yanada aniqroq qilishimiz kerak. Yuqoridan pastga tozalangan qayta ko'rishni ham. Asosiy muammo shundaki, bu qadar noaniq bo'lganida, agar to'xtatilmaganda o'sha qo'l o'tirgan yigitni to'r yiqilishidan oldin supurib tashlagan bo'larmidi? Agar adolatli bo'lsak, to'r yiqilishidan oldin Bayern supurib tashlanishi mumkin edi. Chunki biz qoidalarni tushuntirmadik. Ishtirokchilarni pastga tushirib mashq qildirishimiz kerakmi? Oxiri oqibat o'yinning yaxlitligi eng muhim narsa. Shunday qilib biz qoidalarni qayta tushuntirishga va tuzoqni ikkinchi marta ishga tushirishga qaror qildik. Agar sizni qo'l ursa, qo'lni ushlab turishga haqqingiz yo'q. Garchi bu mukammal bo'lmasa-da, bu bizda mavjud bo'lgan eng adolatli yechim edi. Shu qoidalarga rioya qilishga rozi bo'lasizmi? Qo'l ko'taring. Tom sizni bu tomondan kiritadi va sizni boshqa tomondan kiritadi. Xo'p, so'nggi tuzoq uchun vaqtga keldi. Men ayta olmayman, chunki ular nima ekanligini bilmashmaydi. Shuning uchun kelajakdagi men tushuntirsin. Bu musobaqa oddiy edi. Har bir ishtirokchi oldida 3 ta shisha yurak bilan boshladi va ularning barchasi xohlagan shisha yurakni to'p bilan